Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alloh taolo bandalariga bu dunyoda ko'p ne'matlarni berib turadi. O'sha ne'matlar ba'zilari odam o'sha ne'matni ko'p foydalanib, uni ushlab qolishlikka imkoniyati bor. Ba'zi ne'matlar bor, ularni foydalana olsangiz, sizning foydangizga agar foydalanishlikka imkoniyat bo'lmasa yoki o'sha berilgan ne'mat qadrlanmasa, darrov o'tib ketib qoladigan, qo'limizdan chiqib ketadigan ne'matlar bor. O'sha biz agar foydalanmasak, o'tib ketadigan ne'matlarning biri vaqt. Alloh taolo bu vaqt degan bizga bir boshqacha buyuk bir ne'mat bergan. Biz uchun kelinadigan sinovlar ham, har qanaqa bir yaxshi kunlarimiz ham, qiyin kunlarimiz ham mana shu vaqtga bog'liq. O'shaning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatiga murojaat qilib turib, ummatiga vasiyat qilib, vaqt to'g'risida yaxshi bir o'zini hadislarini aytib o'tgan. Bu hadislardan birisi An ibn Abbas radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ikki ne'mat bor. Bu ne'matlarni ko'pchilik insonlar qadrlasha olmaydi. Bu ikki ne'mat biz qadrini bilmayotgan ne'matlarning birisi as-sihhatu, ikkinchisi val farog'u. Birinchisi sog'liq. Odam bu dunyoda bir yaxshi hayot kechirishligi uchun eng zarur narsalardan biri, vaqtini to'g'ri foydalanishligi uchun ham zarur bo'lgan narsalardan biri bu odamning sog'lig'i. Ikkinchi narsa bo'lsa qadrlanishi lozim bo'lib, lekin ko'pchilik insonlar uni qadriga yetmayotgan ikkinchi narsa farogh, bo'sh vaqt.